Bugun o'zim sizlarga bir ovqat qilib beraman. Taxtakachni berchi. Pichoqni olib kel. Go'shtni marazinlikdan chiqar. Nima, muzlaganni ko'tarib kelding? Eritib olib kel. Ungacha piyozni olib kel. Tavba, tozalab olib kel, bittasini tozalab, mayda qilib to'g'rab kel. Kartoshka 2 dona yaxshi yetadi, bir tozalab kel. Gazni yoq. Go'sht qovurishni boshla. Yaxshilab qovurib, piyozini solib az kelaman. Ke, tuzini ko'rib beraman. Yaxshi bo'ladi. Bunilari yuvib qo'y. Olovini pasaytirib qo'y. Tayyor bo'lsa aytaman o'zim. Mana qanaqa ovqat qilish kerak. Umuman ovqat qilishni bilmaysan. Lanab ke. Har kun o'zim ovqat qilaman shekilli.